Konstitutsiya xalqimiz erkinligi va taraqqiyotining mustahkam poydevori. Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasida 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikalarining davlat madhiyalari ijrosi bilan boshlandi. Unda bosh boshqarma xodimlari, soha vakillari hamda yosh mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbirni Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi boshlig'i Umirbek Matnazarov ochib berdi. Siz azizlarni 8-dekabr Konstitutsiya kuni bayrami bilan samimiy tabriklayman. Konstitutsiyamiz mustaqillik yillarida erishilgan barcha yutuqlarimizning tayanchi bo'lib kelayotgan barchamiz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, o'tgan qisqa davr ichida hurmatli prezidentimiz rahbarligida sohalarda bir qancha o'zgarishlar, ya'ni islohotlar olib borildi. Atab aytadigan bo'lsak, bizning yo'l sohamizda ham bir qancha ishlar, o'zgarishlar olib borildi. Buni misol tariqasida aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda yagona birinchi marta sementabeton yo'l Qoraqalpog'iston Respublikasida 240 kilometr yo'lni qurilishi ham bizlar uchun ham maqtanish bo'lib hisoblanadi. U o'z tabrik so'zida Konstitutsiyaning xalqimiz hayotidagi o'rni va ahamiyatiga alohida to'xtaldi. Asosiy qonunimiz milliy davlatchiligimizning bosh hujjati sifatida jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilayotgani, unda xalq manfaatlari, huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida mustahkamlanganligini ta'kidladi. Shuningdek, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi islohotlar ham Konstitutsiyamizda belgilangan tamoyillar asosida amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat muassasasi bosh yuristi Umida Rahmanova so'zga chiqib, ishtirokchilarni bayram bilan tabrikladi. U Konstitutsiyada belgilangan inson huquqlari, ularning kafolatlari hamda har bir fuqaroning qonun oldida tengligi haqida fikr bildirdi. Tadbir so'ngida Konstitutsiya xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi barcha islohotlarning muhim huquqiy asosini tashkil etishi yana bir bor ta'kidlandi. Ishtirokchilar asosiy qonun ruhiga sodiq holda yo'l infratuzilmasini rivojlantirish yo'lidagi amaliy faoliyatni davom ettirishlarini ma'lum qildilar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi